Sefir imtihonlarining writing qismida juda ham ko'pchilik uchun muammoli bo'lgan grammatik mavzu haqida bugun gaplashamiz. Aziz kuzatuvchilar, hammamizga ma'lumki, fe'llar gapda ishlatilish vazifasiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Finite verb and non-finite verb. Finite verblar gapda aniq o'zi fe'l bo'lib va u gapda kesim vazifasida keladi. O'zi fe'lning asl ma'nosi kesim vazifasini bajaradi gapda. Misol uchun nima qilyapti, nima qilmoq yokida. Va u gapimizda shak shubhasiz gapning markazi, ya'ni sentralniy qism kesim vazifasini bajaradi va u non-finite deb ataladi. Lekin bizda fe'lning yana bitta tushunchasi borki, ular non-finite shakl bo'lib, o'zi fe'l ko'rinishida, ammo gapda fe'l vazifasini bajarmaydi. Bu nima degani? Otni so'rog'ini o'ziga oladi. 200 namachi fe'l desak ham bo'ladi. Misol uchun, oddiy bizda I like dancing degan gapimizda biz o'ylamasdan like va dance fe'llarini keltira olamiz fe'l so'z turkumiga. Ammo like bunda finite forma, dancing bu non-finite forma. Nimaga? Sababi like'ga biz men raqsga tushishni yoqtiraman desam, men yoqtiraman. Nimani desam, unda raqsga tushishni bo'lyapti-da, nimani degan so'z bu otni so'rog'i, to'g'rimi? Ana shuning uchun ham buni biz ot deb olamiz. O'zi fe'l vazifasi fe'l, lekin ot vazifasida kelyapti. Ana shu holatda u non-finite, ya'ni aniq bo'lmagan fe'l shaklida kelyapti. Endi agar gapda markaziy qism, ya'ni kesim bo'lib kelsa, u shubhasiz gapni markaziy kesim, ya'ni finite form bo'laveradi. Fe'l ko'rinishiga kelib turib, ammo fe'lning vazifasini bajarmasa, u non-finite shakl deb ataladi. Bizda fe'lning non-finite shakli 3 ga bo'linadi. Infinitiv, gerund va past participle. Bugun sizlar bilan mana shu non-finite shaklning ikkita shakli, infinitiv va gerund haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Xo'p, birinchi o'rinda gerund haqida gapiradigan bo'lsam, gerundning yasalishi fe'lga ing qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. Siz buni continuous zamonlar bilan almashtirib olsam-chi deyishingiz mumkin, lekin continuous zamonlarda albatta fe'ldan oldin zamonga ko'ra uning to be shakli bo'ladi, lekin bunda esa bundan oldin o'zini maxsus strukturalari kelgan bo'lishi kerak gerund ishlatishimiz uchun. Birinchi o'rinda gerundni men qachon ishlata olaman? Gapda subject, ya'ni ega qilib ishlata olaman. O'zi fe'l, lekin subject qilib ishlata olaman. Misol uchun, dancing is interesting. Raqsga tushish qiziqarli. Nima qiziqarli? Raqsga tushish qiziqarli. Nima? Undan oldingi gapda aytganimdek, fe'lning o'zi fe'l ko'rinishida, lekin otni savoliga javob bo'lyapti. Ya'ni men gerundni bemalol gapimda raqsga tushish, maktabga borish, sertifikat olish ko'rinishida ishlata olaman. Yana bir narsani ta'kidlashim kerakki, gerund infinitiv gapda sh yoki ish ko'rinishida tarjima qilasiz. Ikkalasini ham yasalishi har xil bo'lgani bilan tarjima qilish usuli bir xil hisoblanadi. Ya'ni gerundning ikkinchi holati esa phrasal verb. Bizda phrasal verb degan tushuncha bor. Bu degani fe'l plus preposition, ya'ni predlog. Fe'lga predlog qo'shib biz yangi ma'nodagi fe'lni yasashni phrasal verb deb ataymiz. Unday phrasal verblar ingliz tilida juda ham ko'p miqdorni tashkil qiladi. Misol uchun, oddiygina look, qaramoq fe'lidan biz har xil predloglarni qo'shib har xil ma'nodagi so'zlarni keltirib chiqara olamiz. Ma'nosi bir-biriga yaqin fe'llar bo'lishi mumkin, lekin boshqa vazifalarda ishlatiladi. Misol uchun, lookni qaramoq, qachonki biz look up deydigan bo'lsak, biz yangi ma'lumotni yoki yangi so'zni lug'atdan qidirmoq ma'nosini bildiradi. Look for deydigan bo'lsak, har xil narsani har xil joydan qidirmoq. Biz o'zimiz tilda любой narsani любой joydan qidirmoq ma'nosida ishlatamiz. Yoki look forward to ni ishlatadigan bo'lsak, bunda ko'rib turganingizdek, men bitta fe'lga ikkita preposition qo'shib, yana yangi ma'nodagi fe'lni shakllantiryapman. Ya'ni biror bir narsani yoki odamni intizorlik bilan kutmoq degan ma'noni bildirib qoladi. Yoki look after. Look after degani o'sha paytda take care'ga sinonim bo'lib, kimgadir g'amxo'rlik qilmoq ma'nosida beradi. Ya'ni bitta fe'lni men 4 xil shakldagi preposition qo'shib 4 xil ma'noni beryapman. Xuddi mana shu narsa ingliz tilida phrasal verb deyiladi. Ya'ni iboraviy fe'llar. Va men nimaga buni gapiryapman? Sababi iboraviy fe'llardan keyin agar yana fe'l talab qiladigan bo'lsa, har doimo gerund bilan ishlatamiz. Misol uchun, phrasal verb I am looking forward to. Men intizorlik bilan kutyapman. Nimani? Taking certificate. Sertifikat olishni. Demak, xuddi o'sha olishni, erishishni degan narsa bizda gerund bilan keladi. Bu yerga hech qanaqasiga oddiy fe'l yoki infinitiv qo'ymaymiz, chunki looking forward to degan aytib o'tganimdek bizda fraza va frazadan keyin doimo gerund ishlatiladi degan holati bor. Endi keyingi holat bizda preposition. Preposition aytdim, ingliz tilida kelishik degan tushuncha yo'q. Ya'ni ga, da, dan degan o'zbek tilidagi kelishiklar bizda ingliz tilida yo'q. Shuning uchun biz ularni so'zdan oldin preposition holatida ishlatamiz. Ya'ni xuddi ana shunday prepositionlar kelib, ulardan keyin gapimda yana fe'l talab qiladigan bo'lsa, o'sha fe'l faqatgina gerund shaklida ishlatiladi. Misol uchun, my girl is interested in playing. Meni qizim o'ynashga qiziqadi deydigan bo'lsam, interest bilamiz, interest fe'li doimo in prepositionini talab qiladi. Afraid ofni, for example, biz har xil fe'llarimiz bor, o'zidan keyin ma'lum o'zini prepositioni bor. Ularsiz ishlatib bo'lmaydi. Demak, ana shu holatlarda biz prepositiondan keyin fe'l talab qiladigan bo'lsa, biz u fe'lni o'ylanmasdan gerund formasida ishlatamiz. Misol uchun, my girl is interested in playing. Hech qanaqasiga play emas yoki to play emas, shunchaki playing ko'rinishida ishlatamiz. Endi
Bizda yana geruntni bir necha holatlari bor. Uni albatta har qanday grammatik kitobdan ma'lumot olishingiz mumkin. Keyin yana bizda fe'llar ro'yxati bo'ladigan bo'lsa, o'sha fe'llarni faqatgina o'zidan keyin gerunt talab qiladigan fe'llar bor. Faqatgina o'zidan keyin infinitiv talab qiladigan fe'llar bor. Uni xohlagan grammatik kitobingizdan certain verbs degan qismidan topishingiz mumkin. Keyingisi, ya'ni misol uchun aytmoqchimanki, like, love fe'llari o'zidan keyin doimo gerunt talab qiladi. For example, I like dancing, I love swimming shu ko'rinishida bo'ladi. Keyingisi, bizda bugun faqatgina men sizlar bilan gerunt va infinitivning asosiy ishlatiladigan qoidalarini tanishtiryapman. Keyingi holat bizda infinitiv. Infinitiv fe'llarga to qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi va boshqa hech nima qo'shmaysiz, shunchaki to va fe'lning oddiy shakli. Birinchi o'rinda men infinitivni nega ishlataman? Purpose, ya'ni gapingizda maqsad ma'nosi bilinib turishi kerak. Buning uchun biz har qanday gap gapirayotganimizda men o'qish uchun maktabga kelaman, men universitetga kirish uchun sertifikat olyapman yoki sen bilan gaplashish uchun telefon qildim mazmunida hamma gapimiz ostida mazmun ma'nosi bilinib turibdi. Ya'ni xuddi shu maqsad ma'nosini men infinitiv bilan beraman. Misol uchun, I am learning English, men ingliz tilini o'rganyapman. To go abroad, ya'ni mana shu to go bizda infinitiv bo'ladi. Ya'ni chet elga borish uchun ingliz tilini o'rganyapman. Maqsad ma'nosi chet elga borish maqsadida men ingliz tilini o'rganyapman degani bo'ladi. Keyingi holatimiz bizda adjective, sifat. Ko'pchilik grammatikada xato qiladi, aynan mana shu sifat ishlatib turib, undan keyin fe'l talab qiladigan bo'lsa, gerunt bilan ishlatadi. Eslab qoling, doimo sifat kelganda sifatdan kelgan fe'l ishlatmoqchi bo'lsangiz, unda doimo infinitiv bilan ishlatasiz. Misol uchun, bu kitob sotib olishga arziydi, bu gaplashishga mazmunli qiz, ma'noli qiz misol uchun, gaplashishga, sotib olishga, borishga arziydi, bu restoran deydigan bo'lsak, borishga, gaplashishga, o'qishga, sotib olishga degan so'zlarimizni aynan faqatgina infinitiv bilan beramiz. Sababi arziydi, mazmunli, yaxshi degan so'zlarimiz bizda sifat bo'lib, misol uchun this book is worth, bu kitob arziydi to buy, sotib olish uchun. Demak, arziydi bizda worth so'zi sifatni ma'nosini beradi. Ya'ni mana shu worth fe'lidan keyin men to buy ni ishlatyapman, ya'ni sotib olish uchun yoki bu maktab o'qishga arziydi deydigan bo'lsam, the school is worth yoki o'qish uchun yaxshi deydigan bo'lsam, the school is good to study bo'ladi. O'sha paytda men hech qanaqasiga studying yoki study emas, shunchaki to study ni ishlataman. Sababi bu infinitiv talab qiladi sifatdan keyin. Keyingisi, aytib o'tganimdek, geruntda ham aniq fe'llar bor, faqat o'zidan keyin gerunt talab qiladigan. Bundan infinitiv ham mustasno emas. Infinitivda ham aniq fe'llari bor, ya'ni o'zidan keyin mana bu qoidalarsiz ham faqat infinitiv talab qiladi. Misol uchun want, decide shu ko'rinishdagi fe'llar o'zidan keyin faqatgina infinitiv talab qiladi. Endi hurmatli kuzatuvchilar, bizda bare infinitiv va mixed infinitiv degan tushunchalar bor. Xudo xolasa keyingi darsda aynan mana shu mavzularni gaplashamiz.